Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi İşlər Ministri Salih Xudoyor əpəndi 28 dekabr günü ijtimoiy axborot supisi X'də, yəni burun qismi bo'yicha Twitter'da Xitoy şovinizmi, Xitoy millatchiligi Şərq Türkistanda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning katalizatoridir. Bu Xitoy Kompartiyasidan burunqi hokimiyatlarga tutishadigan keng bir masaladir. G'arbning ba'zi demokratcha Xitoy aktivistlari bu faşist imperialist ideologiyani takrorlamoqdadir dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin sabiq prezidenti G'ulom Osman Yag'ma əpəndi barlıq Türkiyə xalqlar məyli Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha, O'zbekcha qatorliq tillarda so'zlashsin, dastlabki qadamda birlashalaydi. Tarjimonga ehtiyoji bo'lmayla bir-birining so'zlarini tushunalaydi. Saxtapas kommunistlar ularni bir-biridan ayirib, millat va sinflarga bo'lib, yangidan shakllantirgan. Ammo tarjimonsiz bir-birining tilini tushunmaydigan Xitoyning janubidagi Kantonis xalqini o'ziga qo'shib olib, ularni Xitoy millati deb ataydi. Agar o'xshash millat bo'lgan bo'lsa, bir-birining tilini tushunish uchun tarjimonga ehtiyoji bo'lamdi. Amaliyotda Kantonis xalqi Xitoy emas dedi. Xitoyning sun'iy idrok texnikasi va shaxsiy uchurlarni o'g'irlash qilmishi andisha qo'zg'agan. Federal tekshirish idorasi Xitoyning sun'iy idrok texnikasini o'g'irlab, josuslikni kuchaytirayotganligi va shaxsiy uchurlarni o'g'irlab, millionlab amerikaliklarning qo'rqinchli hujjatini turg'izayotganligidan andish qilmoqda ekan. Mail Online xabar to'rining 25 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyning sun'iy idrok texnikasini o'g'irlab, Amerika va boshqa joylarga keng ko'lamda tor hujumi qo'zg'ashidan andish qilinmoqda ekan. Amerika Federal tekshirish idorasi diktator hokimiyatining Amerikaning hukumat organlari va shirkatlarining g'oyat zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarini o'g'irlashidan andisha qilar ekan. Aloqador manbalarning Wall ko'chasi jurnaliga bildirganiga qaraganda, ilg'or sun'iy idrok Xitoy to'play oladigan, texmi muhimi analiz qila oladigan narsalarning ko'lami va unumini oshira oladigan bo'lib, Federal tekshirish idorasi bu ahvoldan intayin andisha his qilar ekan va oktabrda G'arb axborot organlari kasblarining rahbarlari bilan ko'rishib, tahdidni muzokara qilgan. Xitoyning hokimiyat yurgizish izdenishi sun'iy idrok texnikasini uni taraqqiy qildirgan shirkatlardan o'g'irlashdek organning josuslik qilish tirishchanligini qo'llaydi. Xitoy igidorchiligidagi Matson texnikasi sun'iy idrok hisoblash usulining o'rniga kompyuter o'zaklarini yuqori darajadagi sun'iy idrok programmalarini ijro qilgudek darajada kuchli qiladi ekan. Matson Apple-dan o'g'irlagan har qanday bir narsani mahsulotlarda qo'llanganligiga doir hech qanday faktning yo'qligini aytgandan keyin Federal tekshirish idorasi hech qanday ayblay olmagan. Xitoy Amerikaning korxona va hukumat sonliq ma'lumot omboriga singib kirib, bir taraf qila oladigan va foydali bo'lgan sonliq ma'lumotlarni to'plashda muvaffaqiyat qozondi. Ammo sun'iy aql texnikasi xakerlar qo'shini bilan birlashganida milliardlagan xotirlarni suzib, foydali uchurlarni osonla chiqara oladi ekan. Axborot xodimlari barmoq izi, moliya va sog'lomlik xotiralari, pasport uchurlari va shaxsiy aloqani o'z ichiga olgan ko'p manbalardan to'plangan sonliq ma'lumotlarni ishlatib, millionlagan alayda kishilarning hujjatini turg'izadi. Xitoyning kun sayin kuchayayotgan tahdidiga taqobil turish uchun sun'iy idrok texnikasini taraqqiy qildirishning muhimligini tushuntirib berdi. Xitoy Tayvanni saylamdan burun Beijing harbiy tahdidni qasddan orttirdi deb mubolag'a qildi deb ayblagan. Al Jazeera xabar kanalining 28 dekabr kunidagi xabarida aytilishicha, Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Wu Qian payshanba kunidagi bayonotida Demokratik taraqqiyot partiyasi amaldorlari saylamda g'alaba qilish uchun qasddan cho'ng quruqlikdan tahdid keldi deb mubolag'a qilyotdi va munosabatni texmi yiriklashtiryotdi. Xitoy Xalq ozodlik armiyasi Tayvanning harbiy harakatini yaxshi taniydi. Davlatning egilik huquqi, rayon xarakterlik bir butunligini mustahkamlash uchun zarur bo'lgan barliq tadbirlarni qo'llanamiz degan va Tayvan bo'g'ozi osmonida paydo bo'lgan Xitoyning shari haqida baho bermagan. Seshanba kuni Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi Tayvan bo'g'ozidan uchib o'tgan Xitoyning 12 harbiy aeroplanini bayqagan. Xitoy har kuni Tayvan bo'g'oziga urush aeroplanlari va kemalarni avatadigan bo'lib, Taybey hukumati 13 yanvar kunidagi saylamdan burun bu ahvolning og'irlashganligini bayqagan. Xitoy Tayvan Demokratik taraqqiyot partiyasining nomzodi
Mavjud hukumatning ministr yordamchisi Lay Ching-toni bölgünçe deb qaraydi ekan va u da'vat qilgan muzokaralarni rad qiladi ekan. Tayvan amaldorlari yaqinqi 4 yildan beri Xitoyning Tayvanni qo'shib olish, hokim bo'lish uchun harbiy besimni kuchaytirish orqali saylamga to'sqinlik qilish uchun xato uchur berish haqidagi andishalarini necha qatim tilga olgan. Seshanba kunidagi televiziya programmasida Lay Beijingning saylamga to'sqinlik qilish tirishchiligidan andish qilganligini aytib, O'ktichi Kuomintang partiyasining Xitoyning kuchini o'tni olib turib, hokimiyat beshiga chiqib, kuchini ko'rsatishni maqsad qilganligini aytgan. Kuomintang partiyasining nomzodi Hui Xitoy bilan munosabat o'rnatishga va'da bergan va bu saylamni urush va tinchlik orasidagi saylam deb atagan. Nepalning Himalaya Aviasiya shirkati tunji qatim Tibetning poytaxtiga uchishni boshlatgan. Erkin Osiyo xabar to'rining 27 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Nepalning Himalaya havo yo'li shirkati Katmandu bilan Lhasa orasida haftalik uchishning bu hafta boshlanganligini uqtirgan bo'lib, bu Tibetga uchish ruxsati olgan tunji Xitoyga tava bo'lmagan sayohatchilik havo yo'li hisoblanadi ekan. Markazlik aviasiya shirkatining Lhasaga uchadigan tunji navbatchi aeroplani payshanba kuni Xitoy bilan Nepalning o'rtaq egiligi bo'lgan Katmandudan uchmoqchi bo'lib, uchish haftada bir qatim amaliylashigan. Xitoy o'zi bilan Hindiston orasida qolgan Lhasaga qarta siyosiy va iqtisodiy ta'sirini kengaytgan bo'lib, yaqinqi zamonda e'lon qilingan dokladga qaraganda, Xitoyning Nepalda ta'sirining kuchayishi natijasida Nepalda qonunsiz turayotganlar ko'p sonliqni egallaydigan 20 ming Tibet xalqiga qattiq belgilanmalarni chiqargan. Seul markazlik Osiyo qadr-qimmat tashabbusi va Hindiston markazlik Tibet markaziy inson haqlari va demokratiyani qo'g'dash guruhining yaqinda e'lon qilgan dokladiga qaraganda, Nepal Tibet musofirlarining din, kultur va fikr erkinligi qatorliq asosiy kishilik huquqiga erishishda intayin bexatar bo'lmagan joyga aylangan. Aviasiya shirkati bayonotida Chongqingga uchishning asliga kelganligini e'lon qilib, Nepal bilan Xitoy o'rtasidagi aloqani kuchaytirib, ikki davlat munosabatini ilgari surishni xohlaydiganligini bildirgan. Lhasa yoki Tibetning boshqa joylariga sayohatga kelgan sayohatchilar Xitoy vizasidan boshqa cho'qim Tibet sayohat ijozatnomasi yoki Tibetga kirish ijozatnomasi olishi kerak ekan. Xitoy Lhasaning uchishini iqtisodiy fursat va bir balvoq bir yo'l qurilishidagi kishilar bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishning yo'li deb qaraydi ekan. Derlerki, Vyetnam urushi mezgillarida Amerikadagi tinchlikparvarlardan biri har kechasi Oqsaroy oldiga kelib, bir ta sham yoqib, tutqunicha o'zi yolg'iz norozilik namoyishi o'tkazadi ekan. Yuz berayotgan urush jinoyatlariga, insonlikcha ilinayotgan qonxo'rlikni, avam fuqaro demasdan bir-birini yirtqichlardan battar usullar bilan qirg'inchilik qilishni qo'llayotganlarga qarata qarshilikni sham yoqib ifodalaydi ekan. Muxbirlardan biri uning bu ishiga diqqat qilibdi. Uning tinimsiz davomlashtirayotgan bu harakatiga yomg'ir, qish, so'g'oq demasdan bu harakatining ma'nosiga qiziqibdi. Muxbir qattiq yomg'ir yog'ayotgan bir kechasi iliqi kishini Oqsaroy oldida saqlamoqchi va iliqi kishidan qanoatlanarlik javobga erishmoqchi bo'ladi. Kutgandek, iliqi kishi yana Oqsaroy oldida paydo bo'ladi va qo'lidagi shamni avaylagan holda yo'rtib, ikki qo'llab ching tutqunicha noroziligini ifodalashni davomlashtirdi. Sham kuyib, iliqi kishi qaytishga tamsilib turganda bir chetda uni kuzatib turgan muxbir oldiga kelibdi va u kishidan so'rabdi. "Efendim, sizning bu norozilik usulingiz diqqatimni tortdi. So'rab baqsam, ajiba siz bu yerga mushundoq qilsam, ular o'zgarib qoladi deb kelyapsiz?" Iliqi kishi naytimi astoydillik bilan shu javobni berdi. "Yo'q, siz meni tushunmagandek tursiz. Men bu yerga ularni o'zgarib qolsin deb kelmadim. Balki ular menimi o'zgartib etmasin deb kelyapman. Talvalarcha davomlashayotgan bu qatlamlarning insonligimni xo'ritib, yemirib tashlashiga yo'l qo'ya olmayman. Men haqiqatni bilaman va buni so'zlashni to'xtatmayman. Inson peti qilishim uchun bu la'natli har kunimda insonlik vazifamni o'tayman. Dunyo mening insonligimni xo'ritib etmasin uchun o'yg'oq qola olishim va shafqatlik inson holatimni saqlab qola olishim lozim. Mana bu inson va insoniylik. Mana bu zulmat qaplagan dunyoning qorong'uliklari orasida erib tugashni xohlamagan, insonligidan ayrilib yashashni rad qilgan, sukut ichida chirib tugashdan ko'ra, imkoni yetgan doirada insonlik ko'rishini davomlashtirishni, aqalli bir harakatni, bir urinishni kundalik odatga aylantirish orqali bo'lsa-mu, o'zini saq tutishga, insonligini yo'qlama qilib turishga tirishgan o'yg'oq insonning misoli.
Mana bu adolat uchun kurash qilishdagi aqalli qadamning eng avval o'zidagi insonlikni muhofazat qilishdan, uni havoyi havas va maishatlar qaynimida eritib tugatib o'tmaslikdan, turli tashviqot va propagandalarning qurboniga aylantirib o'tmaslikdan boshlanganligini tunib yetgan haqqoniy insonning timsoli. Adolatsizlik yamragan dunyoda haqiqatlar dafsanda bo'lgan, go'yo ko'ydirishga yiqilg'usi qolmaganda o'zini o'zi ko'ydirishga boshlaydigan do'zax misoli inson turib, o'z turidan bo'lgan yana bir inson to'pini yeb tugatishdan rangi, millati, irqi, dini va har nima sabablarni uydurib turib, qirg'in qilishdan yanmaydigan inson suratlik yirtqichlar dunyosiga sukut ichidan tomoshabini bo'lishni rad qilgan angliq insonning timsoli. Rezillik bosh ko'targan va kuchliklar toifasi sukut qilishni, ko'rmasga selishni, hatto rezillikdan manfaat ishlab chiqarishni fursat biladigan nomard dunyoning qurilishining tomoshabini bo'lishdan ashu rezillikning partisiga aylanishga barobar hisoblanadigan vijdon egasining tipik o'rniki. Mazlumni qutuldira olmasmi, zulmni to'g'ri tushunib berishni insonlikqa zid bilgan, haqni to'nigan hamda to'niganligining, bilganligining, sezganligining, tushunib yetganligining, haqiqatni ko'rib yetganligining aqalli ifodasini amaliyoti orqali ko'rsatishning zarurligini tunib yetgan va bu xususda o'zini o'yg'oq tutishga yaraydigan biror harakatni bo'lsimi qilish, aqalli taqdirda norozilik chog'liq urinishini o'ttirga elib chiqish kerakligini bilgan insonning timsoli. Mana bu insonlik unutilgan, odamiylik chaylangan dunyoda inson peti qilish ko'rishini qilishning zaruriyatini tushungan, zulmatni yo'ritquchi quyosh misoli bo'lolmagandimi, yorug'liqning tarafini tutquchi sham bo'lish kerakligini shuar qilgan shuurliqning insonning timsoli. Mana bu insonlik unutilgan, odamiylik chaylangan dunyoda inson peti qilish ko'rishini qilishning zaruriyatini tushungan, zulmatni yo'ritquchi quyosh misoli bo'lolmagandimi, yorug'liqning tarafini tutquchi sham bo'lish kerakligini shuar qilgan shuurliq insonning timsoli. Burhan Muhammadning Asoratda inson va insonlik buhroni nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.